Umuman pedagoglarga zo'r motivatsiya bo'ladigan juda ko'p yangiliklar e'lon qilindi. Bundan albatta soha fidoyilarining xursandchiligi cheksiz. Dil izhorlarini ularning o'zlaridan eshitamiz. Shunday prezidentimiz borligidan faxrlandik. Sababi hech bir yoshning taqdiriga o'xshi befarq emaslar. Maktab kuchli bo'lish kerak. Maktab kuchli bo'lish uchun o'qituvchi kuchli bo'lish kerak. O'qituvchi qayerdan keladi? Pedagogika institutlaridan keladi. Bu ayni ma'noda, ayni chin ma'noda prezidentimiz har bir maktabdagi muammoni o'z ko'zlari bilan ko'rib, bizga dasturul amal qilib berdilar. Hurmatli yurtboshimiz yana aynan biz pedagoglar uchun favqulodda 90 kunlikni belgilab berdilar. Bu nimani beradi bizga? Yoshlarning, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish. Buning uchun maktab jamoasi, ota-onalar bilan hamkorlikni yana kuchaytirishga olib keladi. Bu esa turli voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning kelib chiqishi, yot oqimlarga qo'shilib ketishlarini oldini oladi va shu bilan birgalikda o'quvchilar kelajakda o'zini belgilagan sohasini mukammal egallash uchun yana bir bor o'ylab ko'radilar. Kasb hunargami, ta'limiymi, til o'rganishmi? Albatta, o'quvchi bilan ota-ona, sinf rahbar, o'qituvchi birgalikda maktab jamoasi uchun aynan birgalikda ishlash shart-sharoitini yaratish uchun bizga dasturul amal belgilab berdilar.